Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana bugun yana bitta bemorimiz Turkmaniston Respublikasi Libab shahridan kelgan Umid opaga ruxsat beryapmiz. Bemorimizda kelgan vaqtlarda sahrlari 15-16 gacha ko'tarilib yurgan. Mana hozir operatsiyadan keyin 3-sutka. Umid opa qandaysiz? Yaxshimisiz? Yaxshi, Xudoga shukr. Yaxshi geçti operatsiyalar. Oddushi bo'ldi. Gelende 16,5'dı. Endi Xudoga shukr 6,5'a düştü. Ayağımlar gitti. Ayaklarım ağrıttı gitti. Halsızlıklarım yaxşı. Довольно. В общем, klinika oddushi. Gap yok doktorlara. Hammasi ham oddushi qaradılar. Necha yildan beri bor edi sahna diyabeti? 2 yıldan beri. 2 yildan beri. Tablet ichib yurganmidingiz yoki insulindamisiz? Yok, tabletkada. Tabletka ichardi. Tabletkani ichgandan keyin ham baribir oyoqlaringizda og'riqlar, Bo'latdi. uyqudagi o'zgarishlar, tez chiqish. Bo'latdi ular ham. Hozir Xudoga shukr yo'q yine. Sağ olsun doktorlara. Spasiba. Xo'p, bizani qayerdan kuzatib keldingiz? TikTok'dan, YouTube'dan, sizde operatsiya bo'lib ketgan adamlardan so'rab keldim. Operatsiyadan oldin qo'rqishlar bormidi, qo'rqinch? Barda, yaxshi только. Hozir yaxshisizmi? Xudoga shukr. Qiyinchiliklar bo'lmadimi operatsiyadan keyin? Yo'q, oddushi qaradılar. Turkmanistondan keladigan bemorlarga nima deb tavsiya berasiz? Gelsinler hammasi ham yaxshi bo'lsinlar. Shifo topsinlar, shifo topdim men ham. Молодец, spasiba. Xudo xolasa. Bemorimiz uylariga ruxsat beramiz mana. Xudo xolasa bizni kuzatishda davom eting, rahmat.